Samajon telefoni har doim qoldirib yuradi. Bir qidirsin. Alo. O'rtoq, kutib qolmadingmi? Mana bu sen so'ragan pul. Telefonim qolib ketibdi-yu. Rahmat o'rtoq. Yaxshiyam biror kishi olib qo'ymabdi. Mana, pul ol. Sen mendan sevgan qizim rasmini so'ra. Bolasi ko'rsatdi. Mayli, ko'rsat. Mana. Tushunmadim. Ustimdan kulyapsanmi? Shu savolni men senga bermoqchi edim. Men Marjona bilan aqd qo'ymoq egandim. Menga sevishini har kun aytardi. Lekin Marjona. U senga o'zini Marjona deb tanishtirdi. ha, Bilmasang bilib ol. Uning asl ismi Madina. Va u meni faqat sevadi. bekorlarni aytibsan. U meni sevadi. Sen hammasidan xabaring bo'lgan. Sen shilqim xotinboz bo'lganing uchun Madinani o'ragansan. Sen og'zingga qarab gapir. Qaramasam nima bo'ladi? Qo'yib yor. Men bu yerda sen bilan ortiq ishlamayman. O'rtoq, to'xtagin. Sen bilan gaplashib olaylik. Nimani gaplashamiz? Bo'ldi, o'zingni qo'lga olgin. To'g'ri. Hozir ikkalamizga ham qiyin. Lekin buni hal qilish imkoni bor. Men shuncha yillik do'stligimizga putur etishni xohlamayman. Xo'p. Nima qilamiz? Madinaga navbat bilan qo'ng'iroq qilamiz. Uchrashuvga taklif qilamiz. Agar kim bilandir uchrashuvga rozi bo'lsa, demak, Men roziman. xo'p. Allo, Madina yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uchrashuv vaqtini o'zgartirsak deganda. Shunga ertaroq ko'rishib olsak deganda.